mana shu narsalarni u sharoitda qanaqa qilib chiroyli tana qilish, qanaqa qilib muvaffaqiyatga, qanaqa qilib birgalikda 0 dan 100 ga ko'tarilamiz. O'zbekistonda top nomer 1 fitness trener bo'lish kerak bo'ldi. Sizlarning yordaminglar bilan biz bu narsani qilamiz. Bugungi mavzuyimiz nimagadir kam gapiriladigan, kam qilinadigan, kam shu narsaga tegishtirib gapiriladigan temani gapirib o'tamiz. Bu отжимание. Отжимание bu shunaqangi zo'r упражнениеki bolalar. Men kichkinaligimdan beri o'sha mashq qilishni ko'raman. Отжимание, u sharoitda shug'ullanish, nimagadir ko'plar o'ylaydiki, zo'r tana qurish uchun zalga borish kerak, abonement sotib olish kerak, pul xarajat qilish kerak. Yo'q. Любой joydan, любой narsa qilsa bo'ladi. Men tanam ancha zo'r deya olmayman-ku, lekin xuddi mana shuni qilsa bo'ladi. Odam o'z xohishi bo'lsa. Va shu narsani bugun birgalikda gaplashib ketamiz bolalar. Endi temaga yaqinroq narsani gapirib o'tamiz. Отжимание. Отжиманияni o'zi ko'plar juda noto'g'ri qiladi. Отжимание qilayotgan paytimizda masalan hozir bitta qisqacha ideal texnikasini aytib o'taman. Bu отжимание qilayotgan paytimizda грудь, triceps, плечи, biceps, core, juda ko'p mishsalar ishlaydi. Agar siz sportga endi kirib kelgan bo'lsangiz, o'zingiz vesingizni shug'ullanmoqchilik bo'ladi. Keyinchalik eng zo'r bitta maslahatlardan biri дополнительный vesmi. Bitta ryukzak olasiz, maktabdan qolib ketgan, ichiga 2 ta 5 litr baklashkan qo'yib kiyib отжимание qilsangiz, ozmasdan keyin so'rstaman. O'zi mana o'rtancha holatda ochib 4 sekund pastga tushib, 1 sekund tepaga chiqamiz. Mana. Give it to you strong, heavy metal. I don't make a sound when I strike. You better just run for your life. Prosta bitta narsani tasavvur qilinglar. Anchadan beri shug'ullanmoqchisiz, lekin nimagadir ichimizda mana shu baryer bor, shug'ullanmoqchi bo'lamiz. Finansimizga qaraymiz, pul sostoyaniyamizga qaraymiz, pulimiz kam, uni olishimiz kerak, buni qilishimiz kerak deb o'ylaymiz, lekin har bitta narsani hozirdan boshlashlar bo'ladi. Tasavvur qilinglar, siz уже 2 yildan beri, 1 yildan beri shug'ullanib kelyapsizlar, tananglar уже zo'r. Futbolga kelganinglarda shunaqa chotki bo'lib turadi. Вообще ko'rganda havas qilinadi-da. Chiroyli atir hid kelyapti. Sochlar akkuratni kesilgan, metroga tushyapsizlar-da. По-любому odamlar sizlarga buni telefonda o'tirgan bo'lsa, buni qaraydi. Qizlar ham juda ko'p e'tibor qiladi. Sizlarga bildirmaydi, lekin qanaqa aura bo'ladi. Shuning uchun metroning ichidan bitta bo'lasizlar. Atak metroda, jamoat joyida ketayotgan paytingizda o'zingizga umerinlik bo'lasizlar, sog'lom bo'lasizlar, ichmasanglar, chekmasanglar, bu narsaga berilmasanglar, Xudoyim ham bizning yo'llarimizni ochib beradi. Bo'ladi hamma narsani bu narsani ochib qilsa bo'ladi. Prosta chiqib, yaxshi ko'rgan qo'shiqlarni qo'yib, naushnikni tiqib, отжиманиеdan boshlasa bo'ladi. Har bitta kачественный qilayotgan podxotimizdan kачественный qilishimiz kerak, ya'ni mышцаlarni his qilishimiz kerak. Грудьni mana tushib, siqib грудь обязательно siqish kerak bo'ladi, ko'tarilamiz. To'y mana tushib, siqamiz. Tushib, siqamiz. Грудь обязательно siqib his qilish kerak. Mana shunaqa где-то 25 tagacha borishimiz kerak. Bitta podxotda agar qo'shimcha 5 siz qilmasa, 25 ta, 20 ta, 15 ta, 15 tadan boshlab 25 gacha 5 ta podxotdan qilsangiz, значит всё, sizlar уже tayyorsizlar. Keyingi levelga o'tasizlar. 5 kilolik baklashga qo'shasizlar. 5 kilolik. Yana o'sha 15, 20, 25. O'sha bo'ldimi, yana bitta 1 litrli baklashga qo'shib, shundinglar, bitta maqsadga bordinglarmi, ikkinchisiga o'tishga harakat qilasizlar. Ko'rib o'tganinglardek mana klassический отжимание, klassический отжиманиеdan keyin brilliantовое отжимание, brilliantовое отжимание eng zo'r отжиманиеlardan biri hisoblanadi, ya'ni tritsepsga, и грудьni ichiga, armeyskiy отжимание, yelkaga bundan zo'r mashq ko'rmaganman. U sharoitida juda ham zo'r mashq, aynan yelkani katta qilish uchun. Bo'ldi, shu bilan mana shu videoni tugatamiz. Keyingi videolar chiqishi uchun обязательно aktiv qilib ketinglar. Mana shu kanalga podpisatsiya bo'lsanglar hech qachon pushaymon bo'lmaysizlar. Kommentariya yozib, like qoldirib ketinglar. Keyingi videolarga ko'rishguncha xayr. Everybody wanna make millions, but not everybody been working.